Ondan menmo bir-birlab o'chilishga boshladim. Birisining do'lab qo'ygan paxallig'i o't qo'yivsam, yana birisining etizig'i berib ketman tog'rini topolmaydigan yerlarga tiqib qo'ysam, yana ba'zilarining harvasining yilini chiqarib etdim. Shunda qilib hammasidan bir qitimdan o'chib chiqdim. Ota-onalar shunda qo'rqitib tursimi, bolalar men bilan birga o'ynashdan yaltaymadi. Qo'rqitganda bir necha kun gap anglaganda qig'ini bilan mening qilib yurgan kapsizligimni ko'rsa kulib tilqib qolatdi. Ham o'zimni to'ymay yana menga qo'shilatdi. Men 9 yoshlarga kirganda mahallamizdagi kent komitetiga bir necha muallim keldi. Hamda maktabga bola xatlaymiz deb necha kun uy-uy kirib yurib, men dematlik bolalarning hammasini kent komitetiga yig'ib olib dars o'tishga boshladi. U chaqlarda bizga Uyg'ur tili bilan hisoblab o'tadi. Mendan kichiklarmi 1-2 yosh cho'nglar bor bo'lib, bizni 2 sinfga bo'lib 3 muallim navbatlashib dars berishga boshladi. Men sinf bo'yicha darslarda hammadan yaxshi edim. Shu jarayonda kent komitetiga yaqin bir yerga maktab selindi. Yil atlab savodimizmi chiqib qoldi. Xat savodi bo'lsa, bekli yaxshi bo'ladi ekan. Boshda meni maktabga xatlaydigan chaqda onam o'qimay etizishlarga yordamlasin deb turib oldi. Biroq dadam hozirgi kent kadrlarining hamda muallimlarning savodli ekanligini, savodli bo'lsa chiqishlarni qilib bo'ladiganligini, mening yaxshi o'qib, keyincha kent kadri bo'ladiganligimni, u chaqda o'zlaridek namrat o'tmaydiganligimni aytib, onamni qoyil qildi. Gap shundoq bo'ldi. Men savodli bo'lib qoldim. Yeshimizmi cho'ngib bormoqda edi. 3 yil o'qidik. Bu jarayonda kapsizligimni tashlamoqda yo'q, mahalladagi uchiga chiqqan olg'abga aylandim. Tunji yillik chiqqan vaqtimizda dadam hashardan kelmaydigan, onam etizishidan bo'shinolmaydigan bo'lib qoldi. 2 singlim bilan 5 qo'y, bir eshak qarashmi onamning zimmasida edi. Onam bechora yolg'iz yetishib bo'lmay holidan ketib boradi. Shunga maktabdan chiqib olib, uyda etiz eriq ishlarga yordamlashdim. U vaqtlar ma'rifni hozirgidek chang tutmaydi. Dadammi savoddan chiqqandan keyin bo'ldi dedi. Shuna qilib o'qish hayotim oxirlashdi. 17 yosh vaqtlarim bo'lsa kerak. Mahallamizdagi Nurinsa ismli bir qiz ko'zimga issiq ko'rinadigan bo'lib qoldi. Bu qiz kent sekretarımızning qizi bo'lib, u mu necha yil maktabda o'qib, keyin gilam to'qiydi ekanman deb maktabdan chiqib olgan edi. O'qiyotgan chaqlarimizda bek bilinmabdi ekan. Lekin maktabdan chiqqandan keyin yo'lda uchrashib qolsaqmi, uningga alohida qaraydigan. To'g'riraqin deganda yurkim o'ngtatir soladigan bo'lib qoldi. Yomon yeri bu qizning dadisi sekretar. Onamga dastlab loyiq chiqqan kishi Mejitaxon. Ya'ni Sadiraxonning kenja o'g'li Mejit shu edi. Mejit sekretarning 3 qizi bor edi. Dadam onamni tatib olgandan keyin alamga chidamay olgan xotini uningga orqa-orqadan 3 qiz tug'ib bergan bo'lib, cho'ng qizi Zaynab mendan 1 yosh kichik. Cho'ngdan keyin yil otlamay tug'ilgan ikkinchi qizi Nurinsa mendan 2 yosh kichik edi. Eng kichigi Izzatnisa 5 yoshda bo'lib, Nurinsaning soyisidek nega libos otisining kendidan agishib yuradi. Nurinsa chiroyli ham sho'x qiz edi. Men yiroqdan ko'rsa, villada qizirib yerga qarab o'tib ketadi. Men uni meni yoqtirdi deb o'ylaydim. Shuning bilan kashlara u suvga chiqadigan eriq bo'yida yoki atiganlikka o'tog'ili boradigan etiz yo'lida atoyitin uni saqlab turardim. Hamda u kelgan hamon yeyib ko'zining ichiga qadilib bir qarab olgandan keyin hech bo'lmagandek o'tib ketadi. Keyincha jo'ratga kelib biror eg'iz chaqchaqma qilib qo'ydigan bo'ldim. Bir kuni fursat pishib yetildi deb o'yladim-mu, qamlashtirib salom xatdan birini yozdim. Xatning oxirida agar menga ko'nglingiz bo'lsa, uyingizning keyindagi cho'ng jigidi turga chiqing. Shunda men sizni ma'qul bo'pti deb bilaman. Agar chiqmay qolsangiz ko'nglimni qabul qilmaydi ekan, men ko'ngli yo'q ekan deb bilaman. Shuni unutib qolmang. Siz bilan to'y qilib Qadinas hamrohlardan bo'p qolg'im bor. Sizni saqlayman deb yozgan edi. Planimda u o'tog'ili chiqqanda asta tutqizib qo'yib ketib qolaman deb o'ylagan edim. Biroq u kuni o'tog'ili Nurinsa chiqmay, ojiz Zaynab chiqdi. Bo'pti deb kech bo'lishini saqladim. Ammo kechda suvg'imi Zaynab chiqdi. Amalsiz ularning uyining atrofida aylanib yurdim. Bir chaq bo'lganda o'yladim potlisini eqitib kichik singlisi Izzatnisa chiqdi. Kallamga bir aql keldi. Men Izzatnisani chaqirib olib, xatni uningga tutqizdim va hech kim ko'rsatmay Nurinsa ochig'i berib qo'yishni to'plab kirgizib etdim. Yo'lda mang'ach olam tatli xayollarni surib, to'yimni qilib, necha bolaning dadasimi bo'lib ketdim texi. Aytidagi ishlarning qanday bo'ladiganligini faraz qilib, to'liq o'ylab, Nurinsaning menga nima deydiganligini xiyolan ko'z oldimga keltirib, har xil qiyoslarni qilib degandek bir kechirik uyqumni harom qilib, oran deganda tong atqizdim. Odatda o'hdab bo'g'ich kech bo'ladigan kun, bugun ajab tasdi kech bo'ldi deyman. Kun qayrilg'ili unaydigandek qilmaydi. Vaqtni bezonli qilib hech oldiga mamay o'tadi. Osmonga to'liq qosh etib, oxiri kashtama qildim. Hatto deb qo'yganim bo'yicha ularning uyining keyindagi cho'ng jigdi daraxt to'yiga chiqib saqlab turdim.
birasini ko'rib qolamdikan deb ansirmisam texi. Nurunsaning chiqmog'idan qarab jiyli bo'lmasaq texi. İçimdeki ala topalanlarını besib turamay turgunumda yenik şıvırlap yenimde bir gavda paydo bo'ldi. Shunda qarasam, bu gavdan Nurunsa emas, uning otisi Zeynep edi. O asta yenimga kelib, men qarab pisingni kuldi. Men nim bo'lganligini anqiramay huduqib ketdim. Men texi uni bir ish bilan bu taraflarga o'tgan bo'lsa, meni ko'rib salom qilg'iz keldi bo'g'ay deb o'ylabdim. Biroq u tulumdan to'qmoq chiqqandek qilib, ko'ngli bor odam boldiroq gap qilmamdi. Uydagilar birsiga ma'qullik berib bo'ldi. Endi ularni o'zingiz yondiring. Eski, mening u baliq takkim yo'q. Boshtiroq olib kirgizsangiz, shu ishlarmi yo'q deb menga domsayg'ach kuldi. Men xato ko'rib oldimmi yo deb sinchilib qaradim. Ammo xato emas edi. Oldimda haqiqatan Zeynep turibdi. Qo'rqib ketdim. Chekindim, purrada tar chiqib ketdi. Siz nima deyapsiz? Qanday gap bo'lib ketdi bu? Hiliqis degan gaplarchi, menga xolaydim. Shu siz gap qilmay. Nimani xolaydigansiz? Nimandaq eg'i bilan beg'i yo'qli bir gaplarni qilsiz, Zeynepxon? Dedim uning kulki yig'ib turgan ko'zlaridan o'zimni qochirib. Menga yozgan xatingizni o'qidim. Bek. Nim bek? Gapingizni tushunmadimmi? Shu xijil bo'ladigan odam. Men bu sizga o'xshash xat yozib bildimmi ya? Xat yozish ketmaydi. Qanday gap bo'lsa davamimsiz. Uning gaplarini anglab kallam qo'chilib ketdi. Gap qo'chilash maqsadida shunday dedi. Shu baxush bo'ldim. Dodam bilan onamning nima deydiganligini bilmayman texi. Zeynep putining uchida yer jijab qizirib turib shularni dedi. Men yanada anqiramadim. Ammo ishdan chatoq chiqqanligi aniq edi. Qaysi chaqda etizligimizning yenida uyba Ahmadga mozdoz o'ylasida o'tik mixlab o'ltirib, cho'ng qizingni bermasang kichik qosh otadi deb naqshda o'lagan edi. Bu gap qiziq to'yilib ketib, talay zamongacha hajilab, kulib yurganim esimda. Biroq mening ishlarim bunday bo'lsa bo'lmaydi. Yana kelib kichikiga otgan qoshning cho'ng'iga tegib ketgani nimasi endi? Siz bir uqqidek gap qilsangiz pokka tushib o'lib ketasizmi? Yo, nima demoqchi ekanligingizni belgili bo'lmadi. Ya bir gap qilinmayli o'tib ketmadingiz. G'alayt qilqingiz bor ekanjima. Meni xato tunib qoldingizmi ya? Men Qosimaxon To'gining o'g'li Yasin Qosim bo'lmanjimi? Dedim men sal terikib. Shu bilib gap qilyapman-ku. Zeynep texcha nozlanib yejib turadi. Qaraganda u meni chaqchaq qilib qasdan gapga selib otadi deb o'ylab qolgandek qiladi. Tunigun akşam İzzet Nisadan xat kirgizib dikansiz. O'qib xushal bo'lib ketdim. Shuning bilan xushliqda bir kech uxlay olmay xatni quchoqlab yetib xiyol surib chiqdim. Sizning bo'sh sog'lig'ingiz bo'lmaydi ekan. Undaq emas-da. Men sizga nada xat kirgizaman. Tilim kalvalishib gapkim kelmaydi. Rost gapni qilsam qo'rqqan edim. Xiyolimdan kechmagan o'ylar kechdi. İzzet Nisa ojiz degan xatni Nurunsadan burun ko'rib qoldim ya. deb o'yladim ichimda. Yoki Zeynep Nurunsaning qo'lidan xatni tortib olib, gapni o'zining qilib olmoqchimi deydi. Cho'qim bir gap. Ya bo'lmasa, ma'o ishga jin birlashib meni sinab yiqyotdi. Shularni o'ylab sal o'zimga keldim. Voy, to'la soxtbazlik qilma. Tortinish degan biz qizlarning ishi. Ko'ngilizlar qilib xatni yozing desa, bir obdan yozsiz. Amdi ega bo'lmayotganini qarab. Qiziqchi bo'lib qopsizmi? Maktabdan chiqqandan beri qo'limga daftar qalam ip baqmag'ini xili uzun bo'ldi. Nada yurib sizga xat yozmanman. Tova, qiz parvoyimda yo'q. Shundaq deganimdan sal izini yig'di bo'g'ay, ko'zimning ichiga qadilib turib, "To'la chaqchaq qilma. İzzet Nisadan kirgizgan xatni men yozmadim demaydigansiz?" dedi u. Turibla xijil bo'lib ketdim. Lekin zodi nemish bo'lganligini bilmasam bo'lmaydi. Shunga İzzet Nisa xatni sizga berdimi? deb so'radim. Ha, dedi Zeynep alam bilan beshini lang'ishdi. Yasin akam buni sana berdi deb akiribdikan, o'yladi dadam bor edi, ko'rib qolgan tas qoldi. Aron deganda qo'lidan ilib, qo'ynimga tiqib oldim. Shu xat qani? dedim men Zeynepning gapining beliga tepib. Ilingni bir ko'rib boqay. Nim deysiz? Zeynep chekchaydi. Men sizga xat yozmadim demoqchiman. Bu qanday qilshamsa, İzzet Nisa menga yolg'on gap qildimi ya? Masala oydin bo'ldi. İzzet Nisa degan ko'k potla Nurunsaga kirgizgan xatni cho'ng ochisi Zeynepga berib qo'ygan edi. Ismini xato anglaganmidi yoki qaysiga bersam o'xshash deb o'ylab qolganmidi? Kichik bolaning zoti kichikligi bor-da. Ey tavba. Qarab turib o'zimga ish topdimmi endi? O'zimga mos, atisigacha ta'xir qilib,
xatni Nurunsaga o'z qo'lim bilan bergan bo'lsam, mushi ish yo'q. Yo'q, men shu xatni ko'rgim bor. Yirtib akirib berganmikin deb, men shu uyingizdagilardan ansirab, ming mushaqqatga kirgizib, yuzimni qilin qilib yolg'on aytdim. Zaynab sal past qo'yga tushdi bo'lg'ay, yiqimliq kulimsirab, paxtliq jilitskisining yanchiqidagi xatni ostan chiqadi. Yo'q, yirtib etmabdi. Mana yanchiqimda bor. Havo uncha sovuq bo'lmasa-mu, uning qo'llari titrayotgandek qiladi. U xatni elishaman chaqqonlik bilan qip-qipli qo'lidan tortib oldi. Uning rangi ro'yi o'chib ketdi. Hayron qolgan holda domsaydi. Nima bulongchilik tortib yuriydiganda, siz menga bergandan keyin mening bo'ldi. Men bergandan keyin ondan olsangiz bo'ladi endi. Uning menga erkalayotganligini sezdim. Biroq uni erkisiga qo'ysam bo'lmaydi. Kichik qiziga ko'nglim tursa, cho'ngini qosh atqizib yursam qanday bo'ladi? Zaynabning ifodasidan qaraganda, u menga xiyol tortib qolgandek qiladi. Lekin bu mumkin emas edi. Yelimi boshqalar berib bo'g'cha yuzlashganimiz obdan bo'ldi. Yaxshiri mo qopoq kallam ishlab kelib, bir amallarni qilib xatni ilib oldim. Bo'lmasa, xatni sizga yozmagan desam, satchilikdan birisi maydonga chiqatdi-da. Ochsang ishkilisik sat ko'rinib qolatdim. Endi to'g'ri ko'rdingmi desa, yo'q deb qutulaman. Xat desa, nada deydigan gap. Isboti bo'lmagandan keyin hech nima qila olmaydi. Nishon yanada Nurunsa. Men xatni ichib bir qur qarab etgandan keyin yana o'z joyi bilan qatlab paxtliq chapinimning qo'yin yanchiqqa sap qo'ydim. Endi qarang. Dedim qo'limni ishqlab yujib turib. Men xatni sizga yozmagan. Boshqa bir qizga yozgan xat edi-da. Bagil vaqt chiqmay yanchiqimda turib qopti ekan. Ko'nrabmi qopti. Bu xatni tashlab o'tib, ko'nglim tushgan o qizga boshqadan xat yozay deb o'ylagandim. Tunugun kech qarasam, Izzatnisa eshik oldida o'ynab o'tiribdi ekan. O'ynang deb bergan edim. O'qishmay sizga akirib bergan chig'i xato tushunib qopsiz. Xafa bo'lmang, ha? Bu gapim bilan Zaynabning chiroyi tatirib ketdi. U bayqidimi bek titrab, mushtini ching tugdi. Qalangizning suybanmi sizni? Xatni yozibsiz, ukamdan kirgizibsiz. Endi sizga yozmagan deysiz-ku. Menga kirgizmasangiz Izzatnisa bekordila menga beramdi. Uni men nereden bilay? Dedim men qitim qolmay. Ochingizga berang deb men demadim ishni qilib. O'ynang deb bersam sizga akirib beribdi shu. Buni mendan ko'rsangiz qanday bo'ladi? Qiziqkin ha? Tova. Birasining ko'rib kelishidan ansirab, uning yenidan tezroq ketishga oldirib qoldi. Odam degan maydaga bir ishlarga yo'liqidi ekan desa, bu qanday bo'lg'ini? Izzatnisa menga. Uning gaplarini anglab tursam, ham tushuncha bersam bo'lmaydigandek turadi. Kulgim kelib, o'zimni ming taslikda tutib turardim. Zaynabning alamlik o'mchaygan chiroyiga qarag'an sira kulgim kelib ketdi. Shu topdagi holati ham bayqi ifodasidanla uningmi menga ko'ngli borligini deb bilib qoldim. Bu ish menga bekli qiziq tuyulib ketdi. Uni oldida kulib sanmaslik uchun ketishga tamshaldim. Hay, to'xtang, cho'q-cho'q qilib sizga yozmadim, da'vatamsiz ya. Voy xudoga sizga yozmadim. Nima deb desam ishimdiganda ma'amdi. Mo'shkamning qiz bolalari erga tekis kelsa, o'zchili suvni boqandiganda. Xudoya tova, ajab bir shularni deb bo'lib, cho'ng-cho'ng chamdab uning yenidan ketdim. Ichimda chidashga qancha tersib tursammi, qadimni yotkigan hamonla pixildab kulishni boshlagan edim. Necha qadam erishimga keynimdan uning pang'ir yig'ilgan ovozini angladim. Shuningdan keyin necha kungacha ularning uyini tinglab oylanib yurdim. Nurunsaning yurish-turishlari menga bo'lgan muomalasini kuzatdim. Boshqacha o'zgarish bo'lganini qilmaydi. Demak, Zaynab bilan bo'lgan ishni u bilmadi degan gap. Ammo Zaynabda ahvol boshqacha. U menga ta'tir qarab, udil kelib qolsam salom qilmay, yer beqib o'tib ketadi. Qaraganda mendan bakla ko'nglim og'rigan bo'lsa kerak. Hammadan qiziqi, shu kundan boshlab Izzatnisa meni ko'rsa, olvasini ko'rganda qo'rqib qochadigan, gap qilsammi, tomdek tatirib, ko'zimga tomning to'shkidek tiklab qarab o'tiradigan bo'lib qoldi. Burunqidek "Oko" deb erkilib qo'ydigan, yeydigan bir narsalarni bersam xushallik bilan oladigan, churqirab so'zlab, viliqlab kuladigan ishlarim yo'q bo'lgan edi. Qaraganda Zaynab Izzatnisaning xatni xato bergan ishini deb singlisini toza diktatorga tortganday qiladi. Ishqilib o'ylasam kulki qistig'idek qiziq ishlarda. Oradan hafta o'tib, Nurunsadan eshib qolgan osh xatni etizga o'tog'li mangan yerda oldin to'sib Nurunsaga o'z qo'lim bilan berdim. Va ko'zning ichiga qarab, ko'zimni qisib kulib qo'ygandan keyin ketib qoldim. Xatning mazmuni bir, bekitgan o'rin o'xshash. Endi Nurunsa javob berivetsila, ish bitadi. Uning menga nima deydiganligini faraz qilib, oldin qitim-qitikidek, nihoyatda uzun bir kechani tasdi tong o'tkazdim.
Ats oldin qaytim Zaynab chiqqan jeydi to'yga chiqsam, ish boshqa. Ko'ring ma ishni. Ochiqdan yerilg'idek bo'lib, saman yegan kalidek pushildigan holda Zaynab turadi. Ularni bu holda ko'rib, mingimdan tutun chiqib ketdi. Biroq kelgan ekanman, berib salom berishim kerak. G'ibni tikib o'tish mumkin emas-da. Ammo nima deyman? Assalomu alaykum qizlar. Dedim amal va o'zimni tamkin tutishga tirishib. Bu yerda turib qopsizlar-ku. Bismillah degan gapimning qamlashmay qolganligini, shu gap ig'zimdan chiqib bo'lgandan keyin ondan his qildim. Biroq uni deb bo'lgan edi. Yuzining qiyinligini, dedi Zaynab tishlarini qo'chirlatib turib, ko'zimga maqtak qadadi. U meni hargizmi gapni ketkizib qo'ygan holatda bo'sh qo'yib bermaydi. Mush yerda ko'rishli deb xat yozib kelganlar. Shunga chiqib qoldik. Boshqaroq qayerda tursak bo'lamdikan-amsa? Bo'ldiqlar. Nurinsa zaif bir ovozda ingirgandek so'zildi. Hammani tushundim. Ochisining ikkisi mushindab urushib qolganligi aniq edi. Endi qanday qilish kerak? Hay, siz zot qandoq nima? Yilmanga, yilsinglim xat yozib nim qilmoqchi zodi? Men shu tilim kalvalashib, put-qo'llarim titrashga boshladi. Dunyoda mundaqmi satchilik bo'ladi ekan-ku, dixi. Qancha eslasam-mo, buningdan qiyin bir kunni beshimdan o'tkazib baqqanimni bilmayman. Shendruyasin. Bu zot qandoq ish? Nurinsa shundoq deb bulduqlab yig'lab ketdi. Uning bu holiga qarab, yana jim tursam yaxshi bo'lmaydiganligini tushunib yetdim. Bu mundaq gap deb so'z boshladim men Zaynabga qarab. Aslida Nurinsa ko'nglim botdi dama. Onunğa salam xat yozib, İzzet Nisodan kirgizib bergandim. Lekin İzzet Niso xatni sizga beribdi. Siz buni bilmay meni xato tushunib qopsiz. Kechiring Zaynabxon. Mening singlingizga o'ylangim bor. Ko'nglim tushkini siz emas. Shu gapni deb bo'g'icha beshimda necha tugman pirqirdi. Qiynalsammo har holda aniq tushuncha berdim. Gaplarimni anglab Zaynab singlisiga yavatgidek sat olaydi va menga obdan bir qarvitib yerga shaloq qadabirini tukirgandan keyin kayniga burilib ketib qoldi. Har nim degan bilan bu o'ngsizlikdan o'tdim. Zaynab ketdi. Nurinsa texchilar xitildab yig'lab ochisining kendan qarab turadi. Urushib qoldinglarmi? So'rdim Nurinsa. Hamma qilgan siz bizning aynan atrofda o'g'irdak timsiqlab yurib, nim bor edi sizga? Ocham sizni ko'rib qilib kuzatib yuribdi-kin. Men xat berganingizni ko'ribdi. Shuning bilan orqamdan qo'g'lab beribdi. Qo'limni mo'rlab turib, xatni tortib oldi. O'tganda o'tiranglarda bo'lgan ishni deb berdi. Ajabmi bir diqqat qilsangiz bo'lmamdi? To'g'a, ma qiziqchilikni. Zaynabning rostli ishchiga ketishini men nereden bilay? Endi qandoq bo'lar? Nemiz qandoq bo'ladi? Ocham bu ishni onamga deb qo'ydi. Endi ish o'xshidi. Men chiqidim. Nurinsa shundoq deb yana yig'lashga boshladi. Ish bu yerga yetganda endi yeni bilishga bo'lmaydi. Zaynab bunchalik ochiqlangan, bu ish terilib ketmay qolmaydi. Ishlar baribir shundoq bo'ladigan bo'lgandan keyin oxirigacha ching turib, cho'qim nishonga yetish kerak. Mayli ishlar qandoq bo'lishidan qat'iy nazar, Nurinsani og'inim og'. Nurinsa, biz qanday qilamiz? Menga tegishga ma'qul bo'lasizmi? Qiyinligimni yana bir qitim ish qildi. Voy tova buni. Qastab yo'q qayg'usida, o'chki jon qayg'usi deb men o'yda bo'lgan jadaldan qo'rqib tursam, xiyolingiz yo'q gaplarni qilsiz-ku. Xotirjam bo'ling, dedim men uning ko'ziga tikilib. Sizlar ma'qul deysiz, men uyingizga elchi kirgizaman. U chaqda hech kim hech nim deyolmaydi. Qo'rqishingizning hojati yo'q. Ha. Nurinsa ko'zlari yosh yo'q holatda tatliqni ko'rdi. Shundaqmi bo'ladimi? Mana tamasha. Ertasidan boshlab Nurinsa ko'zimdan uchib ketdi. Zaynab bo'lsa bo'ynini g'azdek so'zib, yiroqdan kelishim bilanla g'ingshib naqsh to'lab qo'ydigan yoki qandoq kelman degandek qoshlarini yemirib qarab turib oladigan bo'lib qoldi. U oz kelgandek hozir qiynanam, ya'ni Nurinsa Zaynablarning onasi Imoniga ocham meni ko'zlar yavatgidek qarab oladigan bo'lib oldi. Dal bir hafta shunday o'tdi. Bu bir haftaning o'tmiki men shunchalik tez to'yildiki, bir yilma bunchalar tez o'tmas deb o'ylab ketdim.
Haftadan keyingi bir kuni Nurunsa chiroyi sulg'un bir holatda etizga ketayotganda uchrab qoldi. Atrofga bir qarab o'tib, odam yo'qligiga ko'zim yetgandan keyin uning oldidan to'sidim. Ammo u mendan o'zini qochirib, mengishga oldirdi. Uni qiyin ahvolda qo'ymaslik uchun ketishiga yo'l qo'ydi. Hamda keyniga tushib, etizgacha bordi. Bezanlik qilib, to'li gap so'rab ko'ziga kiribirish orqali shularni bildimki, Zaynab orada bu o'tgan ishlarni onasiga debdi. Hamda singlisini bo'lishiga chekishtirib, men bilan ishpesh tortishib yurgan qatorga chiqarib bo'pti. Bu gapni anglagan janobi qiynanam Imon Xocham Nurinsani bir hazog'icha tillab, haftigacha uyga solib qo'yib, yeydigan ichadiganni akirib berib beqibdi. Uydagi ishga yaraydigan birasi bekorlik yeb ichib yotgani bilan etiz va uy ishiga yetishib bo'lamagan qiynanam oxiri Nurinsani yana bir payda dushganligandan keyin solab qo'ygan uydan chiqaribdi. Hamda buningdagi men bilan aloqa qilmaslik, udul kep qasimi salomlashmaslik, uchrashib qilib gap qilgudek bo'lsam, yuzimga tukirib haydiltish to'g'riliq so'zlab qo'l-qo'l qo'yibdi. Nurunsa sirtib chiqidek bo'lsa, har vaqt uning keyinda biror ko'z bo'lish mumkin ekan. Agar men bilan ko'rishganni biroz ko'rib qolgudek bo'lsa, onisidan deshnam yeshidan qo'qir ekan. Shunga boya men qarmay o'tib ketganmish. Bu gaplarni anglab bekla hayron qoldim. Oldimda to'limi qiyin bir davom borligini his qildim. Nurnisam shularni davatib yomg'irdak to'kilib ketdi. Uning menga qiyinmaslik bilan boqqan uyatchan ko'zlari uningmi menga ko'ngli borligini so'zlab turardi. Men uningga tasalli berdim. Hamda qandaqlik qilsam qilib, uning bilan to'y qiladiganligimni, tog'ni talqqan, cho'lni bo'ston qiladigan shartlar bo'lsa-mu, Imon Xocham va Mishtaxun kamlarning roziligini olib, yurtga katta osh tortib to'y qiladiganligimizni dedim. Gerçi bular faqat orzu bo'lib, ishqi eshish oshmasligi hozircha qarang'i bo'lsa-mu, Nurunsa gaplarini anglab texmi jonlanib ketdi. Men ahdimizda ching turish, onasining anchik qo'rqitganliklari bilan irodasidan tavrinib qolmaslik, kelgusidagi baxtli oilamiz uchun men bilan birga ozroq jafoga bardoshlik berish kerakligi, to'yimizni qilib olsaqla hamma ishning yaxshi bo'lib ketadiganligini aytib, uni ta'sirlantirib, bayqidimi bakrak yig'iltibatdim. Uning ma'qul javobini og'zidan elib olgandan keyin ko'nglim sal bo'lsin tindi. Shunchalik bo'lsam ko'rishgidek fursat chiqqaniga xush bo'ldi. Uning ishlarini qilishib berib, birdamlik tugitibdim. Hamda uyga yo'lga sep qo'yib, uyga beribla ota-onamga ahvolni aytib, Nurnisaga elchi kirgizishni ko'nglimga pukib yurib ketdim. Ota-onam Nurunsa haqidagi gaplarimni ko'zlarini chimchiqiltib o'ltirib angladi. Anglagandimi har bir gapimni yodlab aytib beraligidek bir holatda zang selib angladi. Dadam biroz o'ltirib ketgandan keyin tuyuqsiz yo'tlarga shapliqlab kulib ketdi va Yaraysan balam, dadamni tortsa. Yosh yigitim, yosh chog'larimda Mishtaxun bilan anani talishib qolib edik. Endi sen Mishtaxunning qizini ko'ndirib olgan bo'lsang, bu bo'lg'ina. Bir og'iz gap, og'zimda chiqqirib berma o'g'lim.